Obzorni ko'rmoqchi bo'lsangiz, bitta eski holatiga qaytib olamiz akalar. Akalar, trapni ko'ryapsizlarmi? Dushga o'ng'orli trap maslahat bermaymiz. Fugalar sarg'ayib ketgan, uklon aqlli emas. Kafilni o'zi tirishga berib yuborgan, sopol kafil. Buni endi biz keramik rangga alishtiramiz. Ketdi. Akalar, sanuzul boshqacha noki bo'lib chiqdi-yu, oq kafilga qora fuga surganmiz. Bunaqa sanuzulda xato qilishga haqqimiz yo'q bizlar. Sizlarga tushuntiraman. Qora fuga bo'lgandan keyin oq kafilga tishlash chiqib qolsa xitlanib qoladi. Oq bo'lsa unchuncha xitlanmaydi. Burchaklarni ko'rishingiz mumkin. Natijali patologiya bo'lsa oq matviy, chetlarini qora qilib berganmiz. Qayqalab chiqarib berganmiz burchaklarni. Unitazda bo'lsa qora, dushi bo'lsa isitir qora. Mana veroda kakrash kunini tekshiramiz akalar. Dushuvoy trapni ko'rishingiz mumkin. Devorda bordurgacha bordurlarni ham qayqalab chiqarib berganmiz. O'zi nima deb o'ylaysizlar? Fikringlar. Oq kafilga, qora fuga yengilmi? O'zi sizlarga ma'qul keladimi? Davom ettirsa bo'ladimi? Fikirlarni kommentariyada qoldiringlar, videoni kafilchilarga jo'natib qo'yinglar. Ular nima deyishadi? Mana shu ko'rayotgan sanuzullarni o'zimizga qilib berganmiz.